Assalomu alaykum. Men bugun kambag'allikni qisqartirish bo'yicha berilgan PQ49 sonli qarorlari bo'yicha qisqacha rolik qilmoqchiman. Men hozirda 50 kilovatga quyosh elektrostansiyasi uchun karkas yasab qo'yganman. Muammo shundagi 5 oydan beri kredit chiqara olmayapman. Albatta imtiyozli emas, yillik 20% bilan menda kredit chiqarish uchun 6 oylik uzluksiz maosh bo'lish kerak ekan istoriyamda. Men maosh oladigan bo'lsam nima kerak? 3-4 million oylik olsam yuraman oilam bag'rida vatanimda. Nima kerak menga chet el yurib oilamdan uzoqda musofirlikda qiynalib. Tushuninglar sizlar ham. Quyosh elektrostansiya o'zini o'zi qoplaydigan bo'lsa, bunga smysl 6 oylik maoshingiz bo'lmasa kredit bermaslik yoki garov panellar o'zi garov-ku. Bunda qanaqa qilib kambag'allikni qisqartirish mumkin? Yoki bu faqat O'zbekistonda ishlab maosh oladiganlar uchunmi? Bechora musofirlar yana qiynalib yuraversinmi? Bu yerda ham qo'li uzun akalarimiz foyda qilib, qiynalib yurgan oilalar eski xomob, eski tos qilib turar ekanda, musofir aka-uka, opa-singillarim Rossiyaning ko'chalarini shipirib. Bizga ham imkoniyat ochib beringlar. Biz ham vatanda oilamiz, farzandlarimiz bilan birga yashaylik. Bechora musofir 1 yilda 1 oy farzandlari bilan bo'ladi. Agar O'zbekistonda haqiqat bo'lsa, bu quyosh elektrostansiyasi ishsizlargina o'rnatishga haqli, chunki risk kamroq, ularning oyoqqa turishiga dalda bo'ladi. Muhtaram yurtboshimizdan so'ragan bo'lardimki, quyosh elektrostansiyasini musofirlar va ishsizlarga o'rnatishga sharoit yaratib bersangiz demoqchi bo'lganim, kreditga ruxsat bersangiz. Chunki hozirgi sistema bo'yicha quyosh elektrostansiyasi o'zini kreditini o'zi yopadi ham, kambag'alning qozoni qaynaydi. Yoki gapim noto'g'rimi yoki faqat boylar o'rnatsinmi? Mana shu qilingan qisqacha video roligimga fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar, balki men adashayotgandirman. Siz nima deysiz?